Bugun tansivalniy zalga keldik Piterdan. Конечно же, o'ynashga emas, уборкаga. Даже er-xotinlar ham kelar ekan. Svadbenniy tanitslarda o'rganishga 1 soatda 5000 rubl ekan. Qiziq, bitta tanisni o'rganish uchun necha marta kelish kerak shundayda? Bu yerda o'zi поддерживающий уборкani qilib yuradigan bitta o'zbek opamiz bor ekan. Bizda esa 5 yildan bir o'sha yoqqa generalniy уборкаga chaqiradi. Bular gruppovoy har xil мероприятияларда выступать qiladi-da, garderobi to'la kiyim, hammasini olib chiqib qo'ygan zalga, ichkarini yuvishimiz uchun. Garderob xonalarida hammasini yuvib, tozalab bo'ldik, lekin narsalarni olib kirib ketishmaydi-da. 3 kishi kelganmiz, hayron qoldik. Biz уже patologlargacha yuvib bo'ldik. Haligacha zal to'la narsa. Oxiri erinmasdan o'zimiz yordam berdik. Bu yoqdan bu yoqqa sudrab. Uyga o'zi ham shunaqa charchab ketgan. Erinmadan sal ertaroq kelgan ekanlar, oshni boshlab qo'yibdi. Bugun bizda tovuq go'shtli osh, chunki qizlarimiz rosa yaxshi ko'radi-da. Sabzlarni to'g'raganda o'zi ham soldatchadek bir tekisda qilib to'g'raydilar-da. Oshni endi o'zingiz qilyapsiz ekan, savob ish qilsangiz butun qiling-da deb salatlarni ham o'zlariga qildirdim. Buyog'ini gaplashib turgunimizcha qarasak, уже guruchni so'laydigan vaqt ham kelib qolibdi. Zirachani shunaqa zo'r ezadilar, uyda hidi ziraga tutib ketadi bor-ku. Mani qilgan ishim faqat zelen yuvib berish bilan o'tdi xolos. Bir payt qarasak, oshimizni gurunchlari ham polностью tortib bo'libdi. Do'stlar, hamma nufusi har xil. Bizga yoqadi salatga, osh bilan yesak ham moy solish. Sizlarga yoqmasa, solmanglar. Vay, gurunchalarimiz o'zi ham dirkillab qo'shni uyga qochib ketadigan darajada bo'lib pishibdi-da. Qilinish usuli bir xil bo'lgani bilan masallig'imiz ham bir xil, lekin erim qilgan ovqatlari boshqacha chiqadi. Ukam O'zbekistondan kelganda singlim kolbasa berib yuborgan ekan. Rosa xursand bo'lib ketdik.